Ustanovka qilmoqchimiz. Buni qanday qilamiz? Hozirda mana Chrome brauzeriga kiramiz. Agar Chrome brauzeri bo'lmasa, klaviaturadan Win tugmasini bosamiz. Bu qaysi tugma? Mana shu Win tugmasi. Winni bosamizda Microsoft Edge mana Edge. Bunga kirsak ham bo'ladi. Yoki brauzerga kirsak ham bo'ladi. Hozir ikkalasidan ham ko'rsataman. Bu yerga mana Telegram download. Bu yerga ham Telegram download. Bu yerdan mana qarasak shuncha saytlar bor. Bizga eng keraklisi mana desktop telegram.org. Bunga ham kirmaymiz, bunga ham kirmaymiz. Mana shunga kiramiz. Mana shunday ko'rinishda mana Telegram для Windows. Shunga bosamiz. Yuklab oladi xolos. Xo'p, bunda ko'rsataman mana brauzerda Chrome'da bu yerda Google Play, bu yerda Telegram.org, Android application bizga mana shu birinchi chiqqan desktop Telegram.org. Shunga bosamiz. Mana bu yerda yuklash boshlandi mana. Tepada. Mana shu Telegram для Windows X64 ni bo'lsak bo'ldi. Bu yuklab bo'ldi. Endi buni ochamiz. Bu yerda papkani ustiga bosib. Bu yerda mana 2 marta bosamiz ustiga Telegramni. Mana bu yerda tilni tanlaymiz keyin bizga kerak ruskida turadi. Istaymiz bu papkamiz dalее Telegram desktop degan nima ochiladi. Dalее создавать bu mana shu рабочий stolda ikonkasini chiqarib turadi. Bu kerak bizga. Bu yonib turishi kerak. Dalее и установить. Bo'ldi. Запустить Telegram завершitni bosamiz. Mana shu qilishga tursa bo'ldi. Telegramni o'zi avtomatik ishga tushirib ochib beradi. Mana ikonkasi keldi. Mana Telegram ochyapti mana.